Moskva Toshkent, Moskva Samarqand, Peter Toshkent, Peter Samarqand yo'nalishida avtobuslarimiz qatnashi davom etyapti azizlar. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol ekranda raqamlarga aloqa chiqib ko'rasizlar. Bugungi reysimizga mana bitta avtobusimiz Toshkentga chiqadi hozir. O'ng tarafda turgani Samarqandga chiqadi. Ketmoqchi bo'lganlarga ishonchli nomerlar qoldirib qo'yapmiz. Har bir yo'lovchi uchun ikkitadan bagaj bepul, dokumentida kamchilik va hamyurtlarimizga ham qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketiladi azizlar. Yo'lovchilarimizning narsalarini qo'yib qo'yishgan, sidenda mana shu holatda yotadi. O'tirganda oyoqlar qisilib qolmaydi, oldi sidenaga yetib kelmaydi. Bu yerda rusholar qo'yiladigan joylar bor. Har bir yo'lovchi uchun alohida zaryadlar qo'yilgan. Podnoslar. Orqada oldida alohida monitor. Aka, yaxshi joylashib oldingizmi? Assalomu alaykum. Qisilib olmadingizmi o'tirganingizda? Bemalol o'tiribsizmi aka? Yaxshi yetib oling. Opamiz mana yotishdi. Qalay, endi bemalol yotibsizmi? Oq yo'l, yaxshi yetib oling. Ketmoqchi bo'lganlarga ishonchli nomerlar qoldirib qo'yamiz. Kanalga podpiska bo'lib qo'ysalaring, har kuni ketib turgan reyslarni alohida qilib qo'yib joylab